Assalomu alaykum. Hozirda biz 3 yillik mijozimiz Nasriddin Savdoning ikkinchi filialini avtomatlashtirdik. Bu haqida ishchi xodimlardan o'z fikrlarini bilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum Ortiqjon aka. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Nasriddin Savdo do'koni haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Qanday savdo bilan shug'ullanadi bu do'kon? Do'konimiz 3 yildan beri faoliyat yuritadi. Oziq-ovqat va nooziq-ovqat mollari chakana savdosi bilan shug'ullanamiz. Mana 3 yildan buyon Yespos dasturidan foydalanib kelasizlar. Dasturdan avval qanday qiyinchiliklar bo'lgan? Dastur o'rnatgandan keyin qanday qulayliklar bo'ldi? Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Dasturdan avval hammasi qo'lda hisob-kitob qilinardi, cho'tlarda hisoblardik, kalkulyatorlarda hisoblardik. Ancha qiynalardik. Do'kon hisobini oladigan bo'lsa 2 kun, 3 kun hisoblardik u narsani. Keyin mahsulot zakaz berishga juda qiynalardik. Chunki bor mahsulotni ham sklatini ko'rmasdan zakaz bera olardik. Dastur o'rnatilgandan keyin bitta knopkani bosamiz, qancha mahsulot bor, qancha sotildi, o'shanga qarab zakazlarni beramiz. Qulayliklar juda yaxshi. Buni ustiga bular 24 soatlik texnik yordam ko'rsatishadi. Muammo bo'ladigan bo'lsa, xodimlar kelib to'g'rilab ketishadi. Hech muammo bo'layotgani yo'q. Fikrlaringiz uchun rahmat. Siz ham o'z biznesingizni yoki do'koningizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling.